Salom do'stlar, sizlar bilan men Abdurauf bo'laman. Do'stlar, men Abdurauf, eshitib bugungi videoda biz boyagini 3-qismini olamiz. Vyjivaniya Minecraft. Olamiz degan bo'lim, albatta olamiz. Bugungi videoda biz mana shu uyni o'zimizniki qilib, kerakli narsalar bilan jihozlab, kravat yo'q bu yerda, hamlarni buzib tashlaymiz. Kravatani qo'yamiz bu yerga. Xullas, ana shu uyda o'zimizniki qilamiz. Bu yerda na pechka bor, ishimiz ko'p ekan. Bu narsa bizga umuman kerak emas. Mana bu yerga qo'yamiz. Qani bu narsa. Xo'sh, 4 ta dona temirim bor, undan ham har foydalanamiz. Biz keyin qishloqlar shundan foydalanaveradi. Hop, pechkalar sotib olamiz. Neymiz tag'in mana bu yerdan pechkani olsak o'zimizga yaxshi. Hop, bitta pechka yetadi. Kravat qaysidir joydan o'g'irlashimiz mumkin. Nega o'g'irlash demaylik, olib turishimiz deymiz. Mana shu yerdan zombie. Qachon zombie aylanding? Do'stlar, kravat olib. Endi qaysi go'rdaydi uyimiz? Qayerda? O'zimizga uy topganmiz, zindan oldiga borish azob. Uy shahar chekkasida joylashgan. Shular bor. Kravat oldik. Bunaqa qo'yamiz. Pechka qilib pechkani bu yerga qo'yamiz. Nima qilib ishlatib, ko'chada pechka bo'lishi kerak-ku. Bor ekan. Bu rudalarni pishiradigan. Endi qanday qilamiz? Menimcha men ko'chaga qo'ysam bo'laveradi. Hozir ham qo'yarsam ham bo'laveradi. Bu yoqqa qo'yamiz. Bu yoqqa qo'yamiz. Buni ishlatib boraman. 5 ta temirim bor. Ganimdan 5 ta temir tushgan ekan do'stlar. Men 2 tagina ko'rgandim. 5 ta temir tushibdi ganimdan. Yana nimani pishirib olsak bo'ladi. Mana buni pishirish kerak emas. Mana buni pishirish kerak emas. Va yetadimi. Endi do'stlar, pishdi hammasi. Verstak yo'q hatto. Bularga hayronsan, versak qilamiz. Qo'yamiz. Biz temirli kirka, temirli tabor bo'ldi. Baqira solsa ham yaxshi bo'lardi, lekin baqiraga kamlik qilsa kerak menimcha. Yetarkan. Bo'ldi, endi temirli hech narsaga yetmaydi. Bu yerda uxlaydigan joy, qornimiz ochibdi. Bu video shu oxirgi qissa bo'ladi. Mana uylarimiz tayyor, hamma narsa bor. Mayli, anaqa oxirgi joyi tezroq tugamasin. Tezroq tugamasligi uchun birinchi o'rindan toshlar ko'proq kuchayishimiz kerak.
jonimiz topishga ko'p borolmadik-ku, lekin mana qishloq topdik, uy topdik, temir topdik, temirli qurollar yasadik. O'z videoga like bosib qo'yinglar. Bir dona ham, temir ham, ko'mir ham hech narsa chiqmadi. Qanday baxt. Darsim chiqmadi. Tanga debman. Temir nimaga chiqmayapti do'stlar, temir. Nima qilay, kommentariyaga yozinglar. Keyingi o'yinda shu aytganingizni qilib, temir topishga harakat qilib ko'raman. Hozir o'zimni uslubim emas, просто так oddiy Minecraft'lar uslubida qilib yotaman. Yarim dona ham, bir dona ham temir chiqmadi-yu. Minecraft o'yini kimga yoqadi? Kommentariyaga yozib qo'yinglar. Shaxsan o'zimga juda yoqadi Minecraft. Mayli endi o'xshamadi. Tepaga chiqib ketamiz. Temir chiqmadi do'stlar, temir yo'q. Temir nimagadir chiqmadi. Bu qishloqlar nima yo'qolib ketdi, atroflarda yo'qmi qishloq? Do'stlar, qishloqlar yo'qolibdi. Buni 4-qismi ham chiqadi-yo, menimcha. Menimcha chiqishi mumkin, chunki boshqa qishloq topmasam men bu joyda bir o'zim yasholmayman. Do'stlar, ketdik boshqa qishloqqa, chunki mana hech narsamiz qolib ketmadi bu yerda. Versaklarni vaqtida ham yasab olsak bo'ladi. Yasab olsak ham bo'ladi. Versaklar shu yerda yasaveramiz sarqib bizga. Bu tomonga ketishga qaror qildim men. Qorli buyam ko'rganday bo'ldim. O do'stlar, qorli buyam menimcha taygami bu, qanaqa buyam shi? Balchiqli buyam. Biron jonzot yashamaydi cho'chqadan boshqa. Şuradaki cam hepsi bir kravatda var. Ne şuna kayım cinni bulamam mı? Kravata bakmak men. Dostlar ne baklamayın. Ne sabab nimaga bunaqa olmasligimga? Nimaga o'zim bilmayman sababini. Videoyu hozir qismini ko'rayotganlar avvalgi qismini ham ko'rishni tavsiya qilaman. Bo'lmasa men qo'limdagi narsalar qayerdan kelib qolganini hech kim bilmaydi. Do'stlar, videoni albatta 100% chiqadi. 4-qismi albatta chiqadi. Hozircha men
videoni tugatmasam bo'lmaydi. Do'stlar, bugungi video yoqqan bo'lsa, like bosib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Hammaga